Tank skuter. Manzil Samarqand viloyati Juma shahri, Pastdarg'om, Go'zal kentga. Puli 6 million. Bo'layotgan joyi 5,5 million. Meni o'zimni bir jo'ramga sotdim. Jo'ram dadasiga olib berdi. Abaqlari, salim bloklarini almashtirdi. Rimen toshchalarini yangi qo'ydi. Jo'ram dadasiga uncha ma'qul bo'lmadi, haydolmadilar. Endi ish qilib yotibdi, sotib yuboraylik deyapti. Balonlari ikkavi ham yangi, hamma narsasi ishlaydi. Mana bunaqa faralar qo'yilgan. Pultlardan zavod oladi. Arqalari mana jidkisni tormozlari. Hozir mana nimalar yonib turadi. Hamma narsasi ishlaydi. Men bo'lib berish, bunaqa narsa yo'q, faqat naqd pulga sotiladi. Kelib ko'rib, haydab ko'rib, ma'qul bo'lsa olib ketaverasiz. Manolari bor. Hozir bir qo'llab motorlari pastgina ishlab turibdi, hech qanaqa dutamaydi, boshqa bo'lmaydi. Yog'larini almashtirib qo'yib qo'yibdi. Mana 4660 yurgan masofasi. Mana Bluetooth kolonkalari bor ekan. Shu do'stlar, olayotgan bo'lsanglar, iltimos telefon qilinglar. Maslahatlashib ko'rib, signalizatsiyalari bor ekan, manalar yonadi. Buni videolari bor. Buni o'zim ham video qilib tashladim Instagramga. Shu taqalgan joy 5,5 million. Manzil Samarqand, Pastdarg'omga, Go'zal kentga. Nomerini qoldiraman. Telefonlashib kelib ko'rib olib ketaverasiz, ma'qul bo'lsa do'stlar.